Saturn'da bugun o'zini telefon nomerini topdik. Birgalikda bog'lanamiz. Bitta reklama qilib berish narxi nech pulagan Instagramda hammamiz bilib olamiz. Bittadan like bosib qo'ying, men xursand bo'laman. Ketdik do'stlar. Assalomu Abi, xonim, charchamayapsizmi? yaxshi rahmat, o'zlardan so'ng charchamasizlar? Allohga shukr. O'tgan musobaqa g'alabalar bilan akajonim. Rahmat akajon, bolalarimiz. Joningiz omon bo'lsin, juda xursand bo'ldik. Qani sog' bo'ling akajon. Ha, akajon bitta masala bo'yicha telefon qilib turgandim. Xo'p. Istoriya bilan post qo'yishimiz kerak bizlar reklama. Xo'p. Ha, shuning uchun narx-navolari qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, shuni qiziqmoqchi edik. Historia o'zi aka $500, post $2000. Ha, masalan, yillik shartnoma qilib olsak qanaqa bo'ladi 1 yilga? Yillik shartnomani aytasiz, misol 3 oy, 3 oy, 5 oy, 6 oy yoki qanchadir vaqtini aytasiz. Historia bilan post narxini anoni nechtaligini aytasiz, keyin men menejerlarga tashlayman. Ular hisob-kitob qiladi, narxni aytadi aka. Ha. O'zim men muntazam qatnashishim kerak-da aka. Ha, o'zingiz kelishingiz kerak-a? U narsada muntazam qatnashish kerak-da. Keyin o'sha anrazi bizga qiziqtirmay qo'yapti-da anoni. Shartnomalar aka. Menga aktaga shunaqa deganida, anrazi bizlar uchun kerak emas, aka. Zerikarli. Hozirgi momentda istoriyalar nechta odam ko'ryapti? 350 ming, hozir 370 mingdan ko'rgan bo'lsa kerak. Endi 24 soatda shu 400 ming yaqin ko'radi. Ha. Xudo xolasa bo'lmasa sizga aloqaga chiqamanmi? Xo'p bo'ladi aka. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshilik ko'rsating. Rahmat. Xo'p. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz Saturn, ya'ni Og'abekni reklama narxini bilib oldik. Bitta stories narxi $500 ekan, bitta post qo'yib berish narxi $2000 qilib belgilangan ekan. Sizlarda qanaqa fikr bor? O'zlaringizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Saturnni biz ishlariga omad tilaymiz va bunaqangi janglarni yorib, buzib, sanchib tashaversin. Ukajonim joning omon bo'lsin. Sog' bo'lgin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo bugun sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar.